narxi tushdi bu joyimizni 55.500 qo'ydik. Hozir srochniy narxida 51.000 dollarga tushirib qo'yamiz. 307 sotuvlik joyimiz bo'pti. Qaranglar, katta ko'chadan 300-400 metr masofa bo'ladi. Mana hozir yaqinlashtirib bitta ko'rsataman. Katta ko'cha. Xo'p, sotilayotgan joyimiz mana mana shu bo'ladi. Shuni mana mana shu xonadonning orqa tarafida bo'ladi. Ko'chalarni ham ko'ryapsizlar, kengina. Mana bunaqa bemalol furalar kirib chiqaveradi bemalol. Bu yerda sexmi yoki uy qurib yashayman deysizlarmi, bemalol qanaqadir ishlab chiqaraman deysizlarmi, skladmi, xullas hamma narsaga pozolat qiladigan joy. Faqat mana shu o'tgan buni zakolotniyni mamyo tarafi bo'pti. Umuman sizlarga pamir bermaydigan joy. Xudo xolasa endi ichlarini ham bitta kirib ko'rsataman. Bemalol masalan sex qo'ysanglar ham yoki qanaqadir ishlab chiqarish joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladigan joylari bor. Endi bu yog'idan foydalana olmaysizlar. Mana masjidning o'zidan foydalanasizlar. 307 sotuv. Narxini 55.500 qo'ydik. Tushirdik narxini 51.000 dollarga srochniy narxladi. Yaxlit joy 307 sotuvni hozir razmerlarini ham ko'rsataman. Endi ko'pchilik bu yerda qiziqdi. Devorda naryoq bo'ladi. Yaxlit joy. Yashashga umuman mishet bermaydi, xalaqit qilmaydi. Mana bu joylar hammasi zaxvat bo'lib qoladi sizlarga. Adresini aytadigan bo'lsam, Nazarbek Pushkin bo'pti. Yangi shu tunnelli mostdan chapga yurganingizda Oqturbadan o'tgandan keyin shunda chapga ko'cha keladi, to'g'ri kirib kelasizlar. Shu asosiy ko'chani o'zida bo'pti. Taxminan katta ko'chaga 300-400 metr masofa bo'pti. Aloqaga chiqaringlar.